Bir xil tovardan har xil rangda va har xil razmerda zakaz urish. Bu darsligimizda shu usulni o'rgataman. Ko'pchilik shu joyida qiynaladi. Demak, buning uchun mana yoniga belgilab olasiz va bir xil tovar chiqyapti, ko'ryapsiz. Lekin razmerlari har xil va har xil ranglari bor. Va aynan har xil razmerida va har xil rangidan urmoqchisiz. Demak, birinchi qaysi rang pushtisini tanladik va 14 santimetrligini tanladik. 15 santimetr 14 santimetrga tushadi demoqda. Demak, ustiga bosamiz, mana belgiladik va mana bu qizil knopkani bosib belgilab qo'yamiz. Va e'tibor bering, mana bu yerda o'sha 15 santimetrligidan va pushti rangidan bitta tushdi, belgilandi. Endi tagida plyus turibdi, ana shu plyusni bosasiz va endi kul rangidan olmoqchisiz, ustiga bosasiz. Endi boshqa razmeridan olmoqchisiz, masalan 28-29 razmeridan olmoqchisiz. Shuni ustiga bosib, yana shu pastdagi qizil knopkani bosasiz. Va e'tibor bering, mana bu yerda 24-25 razmeridan belgiladik va 28-29 razmeridan belgiladik. Va rangi ham har xil. Bittasida pushti, bittasida kul rangini belgiladik. Xuddi shu shaklda bir xil tovardan har xil razmer va har xil rangidan olmoqchi bo'lsangiz, mana shu plyusni bosgan holda belgilab ketaverasiz. Shundan so'ng mana bu yonni galchkaga belgilagansiz, buyurtma qilayotganingizda magazinchi mana shu belgilaganlaringizni hammasini jo'natadi. Agarda bitta narsaga e'tibor bering, masalan shu pushti rangidan 28-29dan ikkita olmoqchisiz, ikki juft olmoqchisiz. Unday holda Pinduoduodan buyurtma qilayotganingizda alohida zakaz uring. Ranglari, razmerlari har xil bo'lsa, bunda muammo emas. Lekin bir xil razmerdan ikkita buyurtma qilayotgan bo'lsangiz yoki rangi ham bir xil, razmeri ham bir xil, lekin ikki yoki undan ko'p miqdorda buyurtma qilayotgan bo'lsangiz, alohida to'lov qiling. Shundagina sotuvchi adashmasdan sizga hamma buyurtmalaringizni jo'natadi. 1088dan buyurtma qilayotganingizda bu muammo emas. Nechta desangiz o'shani jo'natadi, lekin Pinduoduoda ko'pincha sotuvchi adashib yoki avtomatik ravishda bir dona jo'natib yuboradi. Shu joylariga ahamiyat bering.